Bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi. Ko'rib turganingizdek, mana shu qo'limda turgan matapila Texa German texnologiya asosida ishlab chiqarilgan matapilamiz bo'ladi. Xo'p, bu turdagi matapilarni mutlaqo tekinga olib ketish mumkin. Hamda undan tashqari mana shunday kulch naborlarni ham mutlaqo 1 so'm pulsiz tekinga olib ketishingiz mumkin. Tekinga olib ketish sharti hozirroq shu video bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad yozib qoldirsangiz, do'konga kelganingizda aytib turgan narxdan osmon tushib qolmaysiz, hattoki bonuslargacha qilib beramiz. Bonuslarni video davomida tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, ko'pchilik uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun saralashli motorlar olmoqchiman. Shuning uchun sizda qanday saralashli motorlardan bor degan uchun endilikda agroservis do'konlariga ko'rishlangan saralashli motorlarimizdan yangi partiyasi kirib keldi. Hozir buni qisqacha ma'lumotini hamda narx-navosini tanishtirib o'tib ketaman. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, ekran pastda nomerini qoldiryapman, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aytib o'tgandek, yuqorida sararka 3 litrli yuruvchilar zavodning orqali g'usiqlaysa maslin filtr qilib ishlangan. Xo'p, korobkalarni ko'rishlangan, korobkalar yaxshi, shu korobkalardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Motorlari 173 F motorlardan jihozlangan. Ularga e'tibor berasizlar, ular ham juda yaxshi, uzun variantdan qo'yib ishlangan. Oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlar mavjud. O'chirib yoqish bitta knopka orqali bajariladi. Xo'p, gaz bersangiz o'zi abortini tezlashib olaveradi. Bu tomonda qishloq xo'jaligi vombo, qishloq xo'jaligi sunasiz karchapatlarni ustonga qilaverasizlar. Balonlarni ham ko'rishlangan yaxshi, 408 balonlardan qo'yib ishlangan, juda ham yaxshi charm balonlardan qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, kimgaki mana shu turdagi 173 motorli saralashli motorimiz kerak bo'lgan bo'lsa, ekran pastda nomerim bor. Hamda biz buni orqasiga esa dori solish uchun hamda urug' ekish uchun selka apparatini ulab qo'yganmiz. Xo'p, selka apparatini qo'shishlar mumkin bir balonli varianti. Tepa pastga ligrovkalarni qilishingiz mumkin shu joyda o'zsa. Xo'p, bemalol makka-fakkalaringizni bu to'g'rilaringizni solib yurishingiz mumkin bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerlarni qoldiryapman, aloqaga chiqib turasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'kon. Videoni boshida aytib o'tdim, va'da tekinga pila hamda kulch nabor berib boraman dedim. Va'da bizning do'konimizga kelib, o'ziga yoqqan bitta 7 mi 17 ta motor xarid qilganingizdan so'ng narxlarni tushirib olasiz hamda bonusini ham qilib beramiz. Bonuslarni aytayotganda matapilarimizni, svarishli apparatlar, hattoki dvijoklarimiz ham bor. Xo'p, barabarimiz yetib keldi. Barabarimizni o'ngami, chapgami aylantirishdan farqi yo'q. Bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. Tepasida qo'ng'ir qasib tursa, xuddi so'g'an berib boramiz. Shurpovoy tushadimi, drill tushadimi, bargatga tushadimi, pichalkalar tushadimi, nima tushdan qadrlasa, mana shuni ko'rib turgan 100 puldan oshib tursa, mutlaqo teginga berib boramiz. Shuning uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsa, keyingi turlarda ko'rishguncha, keyingi turlarimiz albatta qiziqarli va sizga manfaatli video bo'ladi. Xayr, joninglar sog' bo'lsin.